Hamda İmam Buxoriy Hazretleri hamda oyatda makruhlik haqidagi mazmunni aytib bo'lib, xuftandan buni uxlash makruh deb bo'lib. Oxirida keyingi bobda mundaq to'xtalyapti. Uyqusuna qattiq ig'i kelib ketibdi bir odamning. U vaqtida xuftandan burun uxlasa bo'lamdi, bo'lmamdi. Buning hukmi nima deb bir bobni o'tirib qo'yapti. Bu 569 numaralı hadis. Bu hadisde İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Ayyub ibn Süleyman hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu odam dedi, menga Abu Bakr degan odam Sulaymon degan kishidan bu hadisni so'zlab bergan deb shunday deydi. Sulaymon endi Salih ibn Kaysan mundaq degan edi dedi. Salih ibn Kaysan menga Ibn Shihab Urvadan xabar bergan bo'lib, haqiqatan Oyisha radhiyallohu anha mundaq degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xuftan namozni kechiktirib o'qiydi ba'zida. Hatto uni payg'ambarimizni Hazrati Umar to'lig'an deydi. Namoz. Bu kichik bolalar ayollar uxlab ketdi deb. Rasululloh chiqmagan ekan. Hazrati Umarning maqig'ida bir yaqinliqi namoz deb payg'ambarimizga jakaladi. Bu kichik bola uxlab ketdi deb. Shunlar payg'ambarimiz chiqqan va mundaq degan. Mana bugun mush yer sharida sizlardan boshqa hech bir inson bu xuftan namozni kutgani yo'q dedi. Ya'ni sizlardan boshqa xuftan namozni hozir o'qiyotgan inson yo'q dunyoda dedi. Shu davrda. Chunki musulmonlar ozda. Shu vaqtida Madinada uningdan boshqa namoz o'qilmaydi dedi. Atrofda. Yoki oldin o'qib bo'lganda yoki bo'lmasa. Hamda xuftan namozni Madinada shu vaqtda shu shafaq g'oyib bo'lib, shafaq degan shu kunninki qizilligi, shafaq deymiz. Yo'qab bo'lgandan keyin kechining avvalgi 3dan 1gacha o'qiydi dedi. Kechining avvalgi 3dan 1i hozirgi taxminan 12 1gacha bo'lgan oraliqlarni o'sha kechining avvalgi 3dan 1 bo'ldi. Endi ma'va hadisda kechining avvalgi 3dan 1i degan. Lekin yana bir Anas radhiyallohu anhuning hadisida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki xuftan namozni kechining yarimigacha kechiktirgan taraflarim bor. Bu ikki hadis bir-biriga zidmi degan vaqtida yo'q, zid emas. Balkim Oysha onamizning hozirgi kechining avvalgi 3dan 1gacha degan hadisi ko'pincha Madinaliklarniki, sahobalarniki ayni vaqtdagi xuftan namozni o'qish vaqti bo'lishi ehtimolga yaqin. Ama Hazreti Anas'ın keçinin yarımıgacha mı kechiktirganligini bu ba'zan qisman avvallarda o'qilgan taraf bo'lishi ehtimolga yaqin. Shunga ikkisi bir-biriga zid emas bu yerda. Hamda yuqorqi bobga tava 570-numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Mahmud hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot İmam Buxoriyning ustozi bosh tarjimali o'tmagan Mahmud ibn G'aylan al-Adaviy deyildi. Bag'dodda tug'ilgan. Hatta İmam Ahmed rahmetullohi alayh bu kishini men hadis orqali tonigan bir sunnat sahibi, Qur'on sababiyle so'ralgan deydi. Qur'on sababiyle degani Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi degan bir fitna taqilganda Abbasiylar davrida. Shu masalada bu kishi shu sinoqqa duch kelgan demakchi. Hamda İmam Nasa'iy rahmetullohi alayh bu kishini siqa deb atagan, ya'ni ishonchlik deb. Demak, hadis ilmida bu kishiga nihoyat yaxshi bir baho berilgan. Bu kishi ko'plagan mashhurlardan hadis rivoyat qilganligi xotirlandi. Masalan, Ishaq ibn Rahaviy Imom Buxoriyning ustozi, bu kishining ustozi bo'lgan. Vakki deymiz Ibn Uyayna, Abdurrazzaq qatorliq donglik muhaddislardan ayni vaqtida hadis bayon qilgan. Bu kishidan hamda Abu Davuddan boshqa sahihlarning sohiblarining hammasi bu kishiniki shogirdlar bo'ladi. Abu Zur'at ar-Razi masalan bu kishining shogirdi. 239-yillik o'lib ketganligi xotirlangan. Hatta Muhammad ibn Yahya Zuhalimo İmam Buxoriy bilan ikkisining bu ishkalarining orasida ixtilof bo'lgan ma'lum bir masalalarda bir fitnalar bo'lgan. Shu kishimi bu ham shu kishiniki shogirdi bo'ldi. Demak bu kishi dongliqlarniki ayni vaqtdagi Imom Muslim, Buxoriyga o'xshash, Muhammad ibn Yahya Zuhali, Imom Nasaiga o'xshash, Tirmiziga o'xshash mashhurlarniki ustozi bo'ldi. Shunlashqa İmam Tirmizi rahmetullohi alayh bu kishiniki nomida 270 tane hadis bayon qilgan. İmam Nasai'da 72, Sahih Buxoriyda 42 hadisi bor. Sahih Muslimda 3 tane hadisi bor.
Demek bu kişininki ilmi cihetdeki töhfesi mana mushunchalik. Undan başqa hamda Mahmud G'aylan degan kishi deydi. Bizga Abdurzaq xabar bergan. Abdurzaq deydi, menga Ibn Jurayj xabar bergan. İbn Jurayj deydi, menga Nafi xabar bergan bu hadisni deydi. Nafi deydi, bizga Abdullah ibn Ömer hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu mazmunda, ya'ni Payg'ambar alayhissalatu vassalam ma'lum bir kuni kechda mashg'ul bo'lib qoldi. Shunglashqa vaqtdan namozni kechiktirib qoldi-da, biz masjidda uxlab ketdik. Ondan uyg'ondik, ondan uxladik, ondan uyg'ondik deydi. Bu demak bu sahobalarning hammasi bir boshlari sangilab uxlab ketganlik chiqib turibdi-da. Ondan Janob Rasululloh bizning qishimizga chiqib keldi va mundoq dedi. Sizlardan boshqa bu namozni kutayotgan hech bir inson yo'q yer sharida bugun degan. Bu sahobalarga berilgan shu vaqtdagi bir rag'batlantirish va ularningki bir iymoniy holatini bir yakunlash, tayinlash bir mazmun deyilgan so'z. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu xuftandan burun bak uyqusi kelib ketib qolsa uxlayveradi dedi. Xuftanni kechikib o'qish yoki boshda birinchi vaqtda o'qish bu masalalarga bak e'tibor berib ketmaydi, yoki parvo qilib ketmaydi. Bak uyqusi kelib ketib qolsa uxlayveradi, ensirmaylar deb shunaq degan. Endi yuqori hadisga ulabla bu hadisni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 571 numar deb bayon qilgan. Asli amaliyotda bu shu hadisdagi oxirdagi oraliqdagi munosabat bo'yicha Ibn Jurayj mundoq degan edi dedi. Atog'i mundoq dedim. Va dediki Ibn Abbosning mundoq deganligini anglagan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni kechda xuftan namozi kechiktirib o'qidi. Kishilar uxlab ketdi, uyg'ondi, yana uxlab ketdi, uyg'ondi. Umar ibn Xattob qo'pib dediki, namoz deb jakolab eskartish berdi. Hatta yana deydi. Abdullah ibn Abbos shundoq degan, Allohning payg'ambari chiqib keldi deydi. Umar namoz deb jakolagan ekanda. Ben shundoq qarab tursam, payg'ambarimizning boshidan bir suv tomchiyotgan deydi. Qo'lini peshonasiga shundoq qo'yib olgan va mundoq dedi. Agar ummatimga mushaqqat kelmasa edi, ularni bu shu namozni mushu vaqtda o'qishga buyuraydim dedi. Men Atodan taxminan ta'kidlab so'rdim deydi. Ibn Jurayda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'lini beshiga qanda Ibn Abbos degandek xabar bergandek bo'lsa, qanda qo'ygan bo'g'idi. Shunga menga Ato barmoqlarini shunday ichpadi. Bak yumib olmay, ozroq ichpadi. Andan barmoqning uchini shu beshining cho'q suv qo'ydi dedi. Da qo'ydi dedi. Qo'yib, andan uni yumdi dedi. Yumib bo'lib, andan uni beshiga shundoq o'tashtirdi. Yurishtirdi yoki bo'lmasda. Andan Rasulullohning ibhomi quloqning uchini shundoq tutdi dedi. Ma o'zini andama saqol tarafni ma quloqning yumshuqi bilan qo'shib saqol tarafni andan ma quloqniki ma saqolning to'pi bilan ma quloqning orasidagi bir bo'sh tüköz unmaydigan yer bor-da. Shu yerni sudg'a deymiz bu bo'shliqni. Shu yerni shunday silab tutdi deydi. La yuqassiru va la yabtushu. Bekmo aldırmaydı, bekmo asta emas deydi. Bek tizim emas, bek asta emas. Yengil shunday tutib etdi deydi. Chunki Rasululloh beshidagi yo'llikni shunday siqgan bo'liblar, mana vuzurdan silkablar, ma yo'llikni yo'qotib bu yerda. Va shu oraliqda dediki, agar ummatimga mushaqqat bo'lmas edi, ularni bu xutban namozni mush vaqtda o'qishga buyuraydim deb shunaq dedi. Hadisniki hamda shu umum holatimi shu. Bu hadisga ravilarning hammasi tarjima o'tganligi, ma hadis bak muhim hadis. Nimashqa degan vaqtida birinchidan bu yerdagi uxlablan bular ya'ni tarasiz namozni o'qigan va shaklda.
Bu uyqu hamda asosan balkim bu o'tirib uxlagan uyqu va o'tirib turib bunday yetib o'zini tashlatib o'qigan va yotgan uyqu emas. Shunlashqa o'tirib uxlagan uyqu tarat buzilmaydi bu vaqtida. Asosan o'zininki sizimi bak yo'qolib ketmagan bo'lsa, bu uyqu buzilmaydi. Bu ya'ni aqlga munosabatlik. Aqlga munosabatlik. Shuni his tuyg'usi bak faqat yo'qolgan bo'lsa uyquda bu ayrim avval. Lekin his tuyg'usi bor yengil gumon bo'lgan bo'lsa, buniki tartib buzilmaydi. Ya'ni birisi xuftan namozni kechiktirishning fazilati bayon qilinyapti. Agar imkoniyat bersa, agar uxlab qolmaydigan avvallab qolsa, bu bir yaxshi avval hamda. Uningdan boshqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davomli hamda afzilni qilaman deb masalanchu sal afziliyati to'varakni tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Chunki bu yerda payg'ambarimiz agar shu mushaqqat kelmasa men xuftan namoz mushta vaqt o'qishga buyuraydim dedi. Agar xuftanni ashundagi baknat kechiktirib o'qish bu afzal. Lekin baldu o'qishmi muhim. Nimishqa degan vaqtida bu yerda inson uxlab qolish ehtimoli bo'lib qolsa, albatta buni kechiktirib namozni o'qiyolmay qolib qolganlikdan albatta buni mabzul vaqtda afzaliyatdan sil to'varak vaqtda buni o'qisa bu nihoyatda yaxshi deymiz. Chunki nurg'un hamma yaxshi ishlarniki afzal deb ham uni qilib qo'yg'ili bo'lmaydi. Chunki mabzulroq amallarmi, uningda darajasal to'varak holatdagi amallar bo'ladi. Bir inson davomli afzal ishni qilib bo'lmaydi. Ya'ni birinchi numurliq ishni ikkinchi numurliq ish bilan ba'zida to'saliq bo'lib qolsa, ba'zi ikkinchi numurliq ishni qilib soladi. Shunga cho'qim ma'ni qilish deb afzal ishni tangishga majburlashga bo'lmaydi. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jinozaga ergashishga Rasululloh buyurdi, qiziqtiradi, jinozaga ergashsa buning ajri katta deydi. Lekin ba'zida Rasululloh jinozaga ergashanmagan ahvollar bo'lgan. Nimishqa o'zining qavmi bilan so'zlashadigan, paranglashadigan holatlarda. Amaliyotda Rasululloh o'zining diniga o'zi amal qilmadimi? Yo'q, unda emas. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda ba'zi bir afzal ishni ma'lum bir mafsuliyat, ikkinchi numurliq afzal ishga Rasululloh bu yerda o'rin beryapti. Uningdan boshqa masalan Umar ibn Xattobniki Rasulullohni ogohlantirib namoz deb bunday qilishayın demak, buni hurmatsizlik bo'lmaydi. Immo xonimga ba'zi bir ogohlantirish bersak, ba'zi kechib qolgan ahvol ostida uningga bir jaka lash yoki uningga bir tanbih qo'pol holatda emas, yengil shaklda uning bir eslatma bersak, bu yaxshi bo'ladi. Bu hadisda bizga ta'sir qilayotgan bir muhim nuqta nima degan vaqtida bu salaf solihlarniki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ish izlarini ajoyib bir inchiqlik bilan so'rayotganligini bilib olamiz. Hatto masalan Atoga savol qo'yadi-da, masalan, Ato Abdulloh ibn Abbosga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'lini qanday qo'ygan deb, barmoqlarining ochgan, yoygan, quloq ay shu soqol, inek, shu yerlarni qanday silagan deb shakllaridan tortib do'rab deb turibdi-da. Ham salaflarmi bunga inchiqlik bilan diqqat qilyapti. Bu nima degan vaqtida bu ularniki Rasulullohni yaxshi ko'rganlikniki bir ifodasi.